Azizlar, men bugun baxtli insonman. Chunki mana biznikiga musor mashina keldi. Va nihoyat taxminan 1,5 oylar bo'ldi-yu. Xursandmiz, kelib turibdi 1,5 oyda bo'lsa ham. Shunisiga ham shukr azizlar. Nihoyat 1,5 oy deganda. Mana bu yerda baxtsiz insonlar bor. Bularni endi olib ketishini bilmadim. Chunki nega desangiz, bular telefon chaqirmaganda uni. Mana. Baxtsiz insonlar bular. Mana. Qancha musor kerak sizlarga? Ozgina musorga bir kun yo 2 kun kechiksangiz, svetni o'chiradigan odat chiqargan bular. Bular 1 oylab, 2 oylab kechiksa, biz nima qilishimiz kerak? Nima deysizlar? Kommentariyga yozib qoldiringizlar azizlar.